Bo'pti, men ketdim ishga. Qarang, kechqurungi nima ovqat qiling. Kech paytga bilmaymanmi, onamdan so'ra, onam nima yesa, mana o'tirib shani yeyveraman. Sizni nimadir yegiz kelyaptimi? Onamdan so'ragan, onam nima xohlasa, men o'shani yeyveraman deyapman. Assalomu alaykum ona. Tinchlikmi? Qayerdan kelyapsizmi? Magazinga chiquvdik aylanib ona. Bir og'iz aytmaysanmi? Men ham chiqardim. Oyog'imni chigalini yozdirib, oladigan narsam bor edi. Bir qadam deb aytmay qo'ya qoldim-da ona. Adasi, Ha. belimda ozgina kuchli og'riq paydo bo'lib qoldi. O'shanga doktorga borib kelsak bo'lardi o'ziga. Bor, onamdan so'ragan, borib kelamiz. Hozir shunda oyijon ruxsat bermasa-da bormaymizmi doktorga? Onamdan ruxsat so'ramasa qanaqa boramiz? Adasi, men o'zi sizga turmushga chiqqanmanmi yo onangizligami? Men yelkang ustida turganman, boshini men ko'tarib yursa, o'zing fikring bo'lmasa, onamdan so'ra desa, onangga tegganmi, senga tegganmi xotining? O'sha qiz senga ishonib keladi uyingga. Erta sen kattaroq bola bo'lib, sen aqlingga olib kelib o'ylamaysanmi? Ayoling ham buni oldida qaraganda haqiqiy erkakni ko'rgisi keladi. Shu videoni tarqatib qo'y og'aynilaringga, mana shunaqa bolalar bor ekan, ba'zi birlar.